İşten tushib mashina chaqirtib chiqib turishimga shofir Rustamga bir telefon keldi. Ay yaxshimisiz? Ay yaxshimi ustam, men abay mashinadan tushib qolgan qiz bo'ldim. Papamay qarab boqqan bo'lsangiz, keyin urug'da ishkishib baksab unutib qoptiman. Tutib turing. Shofir Rustam keyini qarab, ras boyoqlikni mendan so'radi. Men qarsam rasla ishkishib baksab turibdi. Bakan dedim. Voy rast qopqapti, siz nima dema apirpiray? Voy can, men poyezdga chiqib minib bo'ldim hozir. Siz ishchi endi. Voy yo'q, uni bagajga qanday qildi? Siz mas'ul pul yetibray. Voy qayda bular? Avatmisizmi bularni? Rahmat amsa. Shofir Rustam pulni avatmagandan keyin ig'ir bir o'ksinish boshladi. Batgani yoq tatqan kira 100 ko'yliq bikarlik ko'y chiqim bo'ldi-ku. Bu bermaysa, yaqindan bikar shikilomsa. Shofir Rustamdan bo'lishi meni ravrisli ta'sirlantirdi. Shuni bilan Shofir Rustamga ishga chiqib baksabni mayli ketay, bizning uydagilar qadek kichik amaraqdi deb rad qilishga unamay ishga chiqib baksabni 150 ga setib oldim. Ha, ne elik kerak. Bak. Bak. Shundan men o'ylasam, bu ishning priyalar bir xil. Kenim shundan qarasam, Shofir Rustam xo'peshandan ishga chiqib baksab kelib, keyin o'rniga qo'yavadi. Ya aldırık işitme ya Allah'ını.